Bu videoni ko'rganda yaxshilab o'rganib chiqqan, xo'pmi? Keyin xalqqa aldash shart emas. O'zingcha YouTubedan pul topishni o'rgataman deb, kontentlar qo'yasizlar, boshqa qilasizlar. Nima qilasizlar? Biz o'zimizni oddiy xalqimizni aldashga. Ayrim aqlli blogerchilarga bu video juda ham taalluqli. O'zicha o'rgataman deydi, YouTubedan monetizatsiya yoqib beraman. YouTube O'zbekistondan turib ko'rilgan videolarni moddiy jihatdan rag'batlantirmaydi, ya'ni monetizatsiya yopiq. Rossiyadagi ko'rishlar uchun ham pul to'lashning to'xtatilishi o'zbekcha video kontentlar yaratishga bo'lgan rag'batni yanada minimallashtirdi. AQSh elchisi Jonathan Henningning Kunuzga ma'lum qilishicha, O'zbekistonda video hosting monetizatsiyasi cheklanganicha qolayotganiga bir qator tartibga soluvchi va texnik omillar ta'sir qilyapti. Bunga shaxsiy ma'lumotlarni saqlashga doir qoidalar, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish, to'lov tizimlarini tartibga solish hamda tilni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq talablar kiradi. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi hisob-kitoblariga ko'ra, YouTube monetizatsiyasining yo'lga qo'yilishi O'zbekiston yalpi ichki mahsulotini 0.1% gacha oshirishi mumkin. Monetizatsiya natijasida mahalliy blogerlarning daromadi yiliga 30-50 million dollargacha ko'payadi. Yangi kontent yaratuvchilar soni ortib, kreativ sanoat esa rivojlanadi.